Oxirgi kunlar bizga ko'p savollar kelib tushyapti. Aka, nimaga Instagramda boshqalar 700 ming, 800 mingdan Face ID zamoklarni qo'yib berishyapti? Nimaga sizlarda 150-200 dollardan balanddi? Farqi nimada deb. Shu videoni saqlanib qo'yinglar. Farqi nimasiligiga tushuntiraman. Yog'iga o'zingizga havola. Qaysi firmaga buyurtma berasizlar, qanaqa zamokka qo'ydirasizlar. Videomizni boshida e'tibor bergan bo'lsanglar, smart zamokni qanchalik oson buzib oldi. Bu degani o'zingizlar bilasizlar, qanaqa material ishlatilgan va undan tashqari ichida elektronikasida, protsessorlarida, motorchiklarida, kamerasida ham albatta anchagina farq qiladi. Undan tashqari ularning akkumulyatori masalan 1 oy, 2 oy ishlaydigan bo'lsa, bizaniki 4, 5, 6 oy ishlab beradi. Smart zamok tanlayotganda eng muhimi, birinchi bo'lib e'tibor beradigan tomoni bu ushab ko'rasizlar, ushaganda plastmassaga o'xshagan bo'ladi, sifatsiz zamoklar va yengil bo'ladi. Agar sizlar sifatli zamok qarayotgan bo'lsanglar, shunda ushlasanglar metallический bo'ladi, og'irgina bo'ladi, metall ham qalin bo'ladi. Ustini o'zini taroziga qo'yadigan bo'lsak, ko'ryapsizlar 1 kilo 260 gram pashti. Bu faqat ustini o'zi. Ichkari tomoniga keladigan bo'lsa, ichkari tomoni ham shunaqa qalingina, og'irgina metalldan qilingan bo'ladi. Taroziga qo'yadigan bo'lsanglar, ichkarisini o'zi ko'ryapsizlar, 1,5 kilodan ko'proq bo'lyapti. Общий zamok korobkasi bilan vesini qo'yadigan bo'lsanglar, ko'ryapsizlar, salkam 5 kilo chiqadi zamokimiz. Pul, xonadon, xavfsizlik, komfort hayot bu sizlarniki. O'zingizlar xohlagan firmaga, o'zingizlar xohlagan smart zamokka buyurtma bersanglar bo'ladi. Agar sizlar sifatsiz smart zamokka buyurtma bergan bo'lsanglar, sizlardan iltimos, hamma smart zamoklar shunaqa yomon ekan degan fikrga bormanglar. Undan tashqari, agar sizlarga shunaqa foydali kontentlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozir o'zida bizga podpiska bilan like bosib qo'yinglar, biz video olishda davom etamiz.